Siz Isak Nyutonni fanda inqilob qilgan olim sifatida bilasiz. Lekin aslida u butun umri davomida nima bilan shug'ullanganini bilsangiz, darsliklaringizni yoqib yuborasiz. Nyuton o'zining fizikaga oid yozuvlaridan ko'ra ko'proq vaqtini alkimiyaga bag'ishlagan. U har qanday temirni oltinga aylantirish, boqiylik eliksirini topishga aqldan ozgudik darajada ishongan. U bu haqida milliondan ortiq so'z yozgan, lekin asrlar davomida bu yashirib kelingan. Lekin eng dahshatlisi bu emas. Nyuton matematik hisoblar orqali dunyoning oxiri qachon bo'lishini hisoblab chiqqan. U Injilni va yulduzlarni o'rganib chiqib, insoniyat sivilizatsiyasi 2060-yilda yakunlanadi degan xulosaga kelgan. Tasavvur qilyapsizmi? Bu bizning davrimizga juda yaqin. U shunchalik qiziquvchan bo'lganki, ko'z qanday ishlashini bilish uchun o'z ko'ziga igna tiqib bosib ko'rgan. Mo'jiza tufayli ko'r bo'lib qolmagan. Siz maktab darsliklarida ko'rgan o'sha bosiq olim aslida esa xavfli tajribalar va sehri joduga ishongan inson edi. Bizga ma'lumki, Nyuton ko'plab fizika qonunlarini kashf qilgan. Sizningcha uning 2060-yil haqidagi bashorati amalga oshadimi? Izohlarda yozib qoldiring va obuna bo'lishni unutmang, chunki